Assalomu alaykum jigarlar. Bugundan boshlab Italiya haqidagi videolarni joylashda yana davom etamiz. Bilasizlar, Italiyaga kelganda ko'pchilik o'zining yo'nalishidan tashqari sohalarda ishlaydi va bugundan boshlab Italiyaga kelib, aynan o'zining yo'nalishida ishlayotgan shaxslar bilan videolarni joylab borishga harakat qilaman. Va ulardan maslahatlarni olamiz, qanaqa qilib bu ishlarga joylashish mumkin, boshlardan qanaqa narsalar o'tgan. Va bugungi birinchi mehmonimiz Javohir aka Ahmedov. Assalomu alaykum Javohir aka. Javohir aka Italiyaga kelganlariga taxminan 3 yildan oshdi va oxirgi 2 yilda o'zlarining yo'nalishlarida ishlab kelyaptilar. Keling Javohir aka, birinchi sizni kuzatib turganlar uchun o'zingiz to'liqroq tanishtirsangiz, siz haqingizda to'liq informatsiyaga ega bo'lsa, yana ham qiziqroq bo'ladi. Men Javohirbek Ahmedov, Messina universitetida muhandislik yo'nalishi bo'yicha magistratura talabasiman va hozirda Rim shahrida Monk Software kompaniyasida oddiy dasturchi sifatida ham faoliyat yuritaman. Va hozirda asosiy yashash joyim hozircha Rim shahri. Bu ishga joylashish jarayoningiz qanaqa bo'ldi Javohir aka? Ya'ni o'z Italiyada sizlarning yo'nalishingiz bo'yicha ish topish qanaqa qiyin yoki oson? Sizdan nimalar talab qilishdi? Shu narsalar haqida aytib bersangiz, hammaga manfaatli bo'lardi. Xo'p, avval boshdan men o'zi Messina shahrida o'qiyotgan edim. O'sha yerda o'qish boshlandi. U yerga borib, o'sha yerga moslashib, endi o'qishlarni ko'rib, sekin-sekin darslarga borib boshladim va o'zimning soham bo'yicha tabiiyki ish qidirib boshladim. O'zi magistratura bosqichida bo'lganim uchun ham o'zi baribir Yevropaga kelishdagi asosiy maqsadlardan bittasi mana shu o'zim soham bo'yicha Yevropada tajriba olish edi. Va endi Messina Sitsiliya hududida bo'lgani uchun u yerda nisbatan bunaqa ish imkoniyatlari kamroq, chunki u yer kichkina shahar. O'shaning uchun u yerda o'zimning yo'nalishimda ish topa olmadim va shundan so'ng Rim shahriga kelishga qaror qildim. Rim shahriga kelganda tabiiyki birdaniga ish topib bo'lmaydi bu soha bo'yicha. Umuman istalgan joyga borsangiz ham. Bu yerga kelganimda avval boshda bu yerda mana shu Rim shahri baribir Messinadan ko'ra xarajatlar kattaroq bo'lgani uchun yashab qolish kerak edi. Bu birinchi masala edi. Shuning uchun avval boshda oziq-ovqat yetkazib beruvchisi sifatida ishlab turdim vaqtincha. Ya'ni bu dastavshik. Ha, oziq-ovqat yetkazib beruvchisi. Va shu oraliqda men kunduz kunlari asosan mana shu kompaniyalarni o'zim qidirib borardim. Kechki vaqt bu ishda ishlar edim. Kunduz kuni o'sha Google Maps'ga yozib, dasturlash kompaniyalari deb yozib, o'sha Rimda qayerlarda ofislar bo'lsa, o'shalarga borib o'zimda rezyumimni taqdim qilib, mana shunaqa narsalar va ozgina mana shu yo'nalish bo'yicha tajribam bor deb o'zimni taklif qilardim. Va shu zaylda davom etdi. Taxminan qidirib boshlaganimdan keyin 2 oylardan so'ng birinchi o'sha amaliyotimni boshlashga muvaffaq bo'ldim. O'sha bir Monk Software kompaniyasi bilan biz o'sha amaliyot 6 oylik amaliyot dasturida ishlay boshladik. Bundan so'ng o'sha 6 oylik amaliyot muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng ular meni doimiy ishga taklif qilishdi. Doimiy ish degani bilan baribir har safar biz lekin 1 yillik shartnoma qilamiz, chunki bu yerdagi turish vaqtimiz baribir chegaralangan. O'shanga qarab keyinchalik shartnoma yo uzayishi mumkin yo to'xtatilishi mumkin. Javohir aka, shu 2 oy men ish qidirdim deyapsiz. Shu 2 oy ichida nechtacha CV tarqatdingiz? Ya'ni nechta CVdan keyin sizni birinchi suhbatga yoki birinchi amaliyotga qabul qilishdi? Aniq esimda yo'q nechta CV tarqatganim. Endi mana shu o'sha vaqtda o'zim uchun bir ro'yxat qilib oldim. O'sha bir fayl qilib, mana shu kompaniyalarni bugun 2 tasiga boraman, bugun 3 tasiga boraman deb shunday qilib. To'g'risi esimda yo'q, 10 taga yetmagan menimcha. Uzoq bo'lsa 10 ta bo'lishi mumkin. Va har bir borgan joyimdan so'rardim boshida inglizcha gapirsam bo'ladimi deb. Chunki men italyan tilini bilmayman. Bu soha bo'yicha men ingliz tilida so'rayapman ish. O'shaning uchun o'shani birinchi so'rar edim. Agar ular xo'p mayli desa, keyin men CV'ni tashlab ketmoqchiman derdim. Va shundan keyin ular bizga shu har doimgi gaplar, biz sizga aloqaga chiqamiz derdi. Hammasi aloqaga chiqmagan bo'lsa ham, lekin kamida 3 tasimi 4 tasi qaytib aloqaga chiqdi. 10 ta CVdan tushunishtiring uchun 4 tasi aloqaga chiqqan desak ham, akada imkoniyat juda yaxshi bo'lgan. Bilasizlar, ko'pchilik chet elga chiqqanda CVlarni onlayn topshirishadi.
Johir aka, shunga qanaqa qaraysiz? Ya'ni offlayn borganda, onlayn borganni ko'pchilik o'ziga afzal deb biladi, ya'ni CV tarqatishga uyatishadi. Shu tomoniga qanaqa maslahat berasiz? Ya'ni o'zi borib topshirgan yaxshimi yoki onlayn o'tirib 30-40-50 taga topshirgan yaxshimi? Endi bu hammada har xil kechadi, to'g'risi bu jarayon. Menga o'zimda universitet vaqtida bir tanishim, mana shu bakalavr o'qiganda menga mana shu maslahatni bergan edi-da. Mana shu ish joylariga o'zing borib CV topshirsang yaxshiroq. Borasanda to'g'ridan-to'g'ri ish so'raysan. Seni LinkedIndan yo boshqa joydan topshirgan CVlaringni ko'rmasligi mumkin derdi. Chunki bizda nimamiz, tajribamiz baribir katta emas-ku. Biz hali endi boshlang'ich dasturchi va bunaqa rezyumelar odatda keyin ko'riladigan rezyumelar va sizga o'xshaganlar juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun boshida men ham topshirganman, lekin unga javob berish ehtimoli juda kam. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri ishxonaga borsangiz, nima deydi? Mana shunda sizni ko'rib, hech bo'lmasa shuni bir suhbat qilib ko'raylik degan fikr ko'proq uyg'onadi. Ba'zilari aloqaga chiqamiz deb aloqaga ham chiqmaganlar bo'lgan. O'zim qaytib telefon qilsam, o'shandan keyin bo'ldi, yana ko'rib chiqamiz deb, lekin undan keyin ham javob bermaganlar bor. Ular sizga to'g'ridan-to'g'ri biz sizga to'g'ri kelmaymiz demaydi, bir o'ylab ko'ramiz deydi. Lekin aslida ko'p narsa o'zi shu oraliqda ma'lum bo'lib qolgan bo'ladi. Shuning uchun meni fikrimcha hech qanaqa uyalish shart emas. Mana shu soha bo'yicha o'zingizda ishlash ishtiyoqi bormi, ozgina bo'lsa ham nimadir qila olasizmi? Borib so'rab ko'rish kerak. Endi qarang Johir aka, mana Italiyadamiz va bilamiz bu yoqda birinchi o'rinda til italyan tili. O'zbekistonda ham baribir siz malakali xodim hisoblanasiz, bu yoqda ish qidirayotganda ham. Sizdan til talabi qanaqa bo'ldi? O'zbekistonda ikkinchi til sifatida majburiy rus tili so'rashadi. Agar bu bo'lmaydigan bo'lsa, ishga kirishingiz nisbatan qiyinroq. Bu yoqda italyan tilini bilmasdan turib ishga joylashishingiz qanchalik qiyin yoki oson bo'ldi va hozirgi darajangiz qanaqa deb bilasiz italyan tilini? Xo'p, men tabiiyki ish qidirayotgan vaqtim bilmas edim italyan tili va 2-3 so'zdan boshqa hech narsa bilmas edim. O'sha vaqtda men doim ingliz tilida so'raganman, bemalol so'raganman. Sababi bu sohani o'zi umumjahon soha. Ya'ni ayni bir hududda bir kichikroq joy emas-da, baribir o'sha xalqaro soha bo'lgani uchun bari ingliz tilini biladi asosan odamlar degan maqsadda. Ham bu poytaxt. Baribir endi ular meni ingliz tilida qabul qila olmasa, demak ayni damda men baribir ishlay olmas edim. Shuning uchun faqat ingliz tilida so'raganman ishda. Rim shahrida mana bu Milan Turinga qaraganda nisbatan menimcha ingliz tili bilan ishga olish yuqoriroq. Yo'q, unchalik yuqori emas deb o'ylayman. Pastroq. Menimcha. Chunki o'sha vaqtlari ana shu 10 tacha rezyume topshirgan bo'lsam ham kamida mana shularni bir yarmisi shu italyan tilini bilmas ekansan deb baribir menga o'sha italyan tilini bilmasligimda menga aytishgan. Asosiy sabab bo'lgan. Sabablardan bittasi bo'lgan. Bitta joy o'zi men bilan suhbat qildi. Sen bilan o'sha maxsus guruhimiz bor, shunga qo'shsak bo'ladi, lekin sen italyan tilini bilmaganing uchun biz qo'sha olmaymiz, chunki u faqat italyan tilida bo'ladi deb aytishgan. Ya'ni ayrim joylar aynan o'sha italyan tilini bilmaganim uchun menga e'tiroz nima qilishgan, rad javobini berishgan. Ayrimlari mayli o'ylab ko'ramiz deyishgan va shularning ichidan 3 tacha intervyuda qatnashganman-da. Johir aka, birinchi ishingizni, ya'ni suhbat bo'lishi uchun 2 oy vaqt ketdi deyapsiz. Ya'ni sizni CV'ingizni qabul qilib, birinchi suhbatga olishlari, ya'ni o'sha amaliyotni boshlaguningizcha. Buncha vaqt orasida to'xtab qolmasligingizga nima sabab bo'ldi? Bilamiz, ko'pchilik chet elga chiqqanda 10 ta, 20 ta CV'ni onlayn topshirishadi, to'xtatib qo'yishadi. Yoki ko'chaga chiqib ham bitta ikkita joyga berishadi, o'sha qabul qilmagandan keyin motivatsiya o'ladi. Sizda motivatsiyangiz o'lmasligiga sabab nima? Endi avvalambor bu sohani tanlashimda o'zi qiziqish bilan kirilgan, ayni shu sohani o'zida faoliyat yuritaman deb. Ya'ni kimdir menga aytgani uchun yo oshnam ishlayapti-ku, yaxshi pul topyapti-ku degan sabablar bo'lmagan. Va shuning uchun qanaqadir to'siqlar bo'lsa ham, qiyinchiliklar bo'lsa ham shunga sabr qilib, baribir shu sohada alal-oqibat ish topishimga ishonib, shunga umid qilib harakatda bo'lganman. Shu sababli o'zimda ustimda ishlashga va qayta ishxonalarga borib, kerak bo'lsa ular menga murojaat qilmagan bo'lsa, borib o'zlariga yana borib, menga nimaga murojaat qilmadilaring? Qayta aloqaga chiqmadilaring deb o'shalarga borib ham yana qaytadan so'raganman. Va shu zaylda davom etdi.
Ochig'ini aytsam, shu O'zbekistonga qaraganda bu yerga ishga kirish nisbatan yengilroq kechdi. Bilmasam, balki meni biroz o'sha O'zbekistonda ham faoliyat yuritganman biroz muddat. O'shandagi tajribam sababli bo'lgandir, bilmadim, lekin baribir suhbat jarayonida ham O'zbekistonga qaraganda bu yerda nisbatan yengilroq so'rar ekan, ayni mana shu soha bo'yicha. Chunki bizda asosan coding intervyu degan narsa bo'ladi. Siz ayni bir qanaqadir masalani kod yozib va qilib ishlab berishingiz kerak. Undan tashqari yana 2-3 bosqichli narsalar bor. Endi qayerga ishga kirayotganingizga qarab u farq qiladi narsa. Har bir kompaniyani o'zini ish jarayonlari har xil. Bu yerda nisbatan umumiy tushunchangizni so'rar ekan va o'sha bo'yicha qanchadir tajribangiz bor yo'qligini shuni so'rar ekan va unaqa coding intervyu qilib 2-3 bosqichli narsa qilib o'tirmas ekan. Tezroq bitgan O'zbekistonda. Nisbatan tezroq bitdi. Balki endi bizni kompaniyamiz kichikroq kompaniya bo'lgani uchun, balki shuning uchundir, bilmadim, lekin Xudoga shukr, menga mana shu ish topishda biroz bo'lsa ham yengil kechdi shu narsa. Endi to'xtab qolmasligingizga sabab nima bo'ldi? Ya'ni o'sha Endi aytayman-ku, shu to'xtab qolmaslik uchun sabab nima? Yevropaga o'zi men o'qishdan ham ko'ra to'g'risi ishlayman deb kelganman. Mana shu soha bo'yicha Yevropada qanday ish jarayonlari, holatni ko'rish maqsadida. Bu yerda mana shu soha bo'yicha tajriba, mana shu yerda ishchi sifatida ishlab odam qanaqa imkoniyatlarga ega bo'ladi, shu narsaga men ko'proq qiziqaman-da. Menga o'qishdan ham ko'ra mana shu narsa qiziq edi. Kerak bo'lsa o'qishni ham tashlab ketib, mana shu ish bo'yicha ketishga o'zi tayyor edim. Chunki menda hech bo'lmasa bakalavr diplomi bor va bizning sohada o'sha bakalavr diplomi ko'p narsa o'zi ancha darajaga yetib qo'ydingiz degani. Bunday olganda. Shuning uchun mayli dedim, tavakkal dedim, mana shu yerga qidiraman dedim. Agar mabodo chiqmay qolsa ham, keyin amallab yashab tursam, shu Turinyo, Milanga borib ish qidiraman balki degan niyatlar ham bor edi shunaqa niyatlar. Lekin o'sha 10 ta CVning ichidan bitta joyga ishga joylashganlar va o'z ish faoliyatlarini boshlaganlar. Endi 2 oy tajriba qilindi deyapsiz. Qancha vaqt tajriba? 6 oy amaliyot bo'lgan va shu vaqt davomida sizga oylik berishmi yoki shunchaki bepul ishladingizmi? Bu yerda oylik berishar ekan amaliyotga. O'zbekistonda amaliyot odatda bepul bo'ladi, sizga pul to'lanmaydi. Ayrim joylar bor, hattoki siz ularga pul to'lashingiz kerak. O'rganganingiz uchun. Ular sizga mana shu tajriba bergani uchun siz ularga pul to'lashingiz kerak. Shunaqa joylar ham bor. Lekin bu yerda amaliyot uchun ham ular pul to'lar ekan va ya'ni bu yerda har bir ishchini, har bir insonni qadri bor va siz o'zingiz vaqtingizni ular bilan sarflayapsizmi? Ular uchun sarflayapsizmi? Demak, sizga yetarlicha rag'batlantirish berib mablag' ajratishadi. Sir bo'lmasa o'sha paytda qanchadan boshlangan? Ya'ni baribir bilamiz, Yevropada qanchadir limit bo'ladi ishlar berilishi uchun. Chunki ko'rayotgan odam albatta qiziqadi, qancha mablag' olaman agar men amaliyot qiladigan bo'lsam. Chunki 6 oy oz vaqt emas va u ham o'qish bilan birgalikda yashashim uchun bu mablag' menga yetadimi? Endi ayni shu soha bo'yicha so'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha amaliyot uchun bu yerda 800 yevrodan berilar ekan. Chunki menimcha bu standart bo'lsa kerak, chunki men ikkita ishxonada menga mana shunaqa taklif berishgan. Ya'ni oyiga shuncha beriladi. Keyinchalik junior pozitsiyasiga o'tganingdan keyin shu oralig'da deb taxminan boshqa summa aytishgan. Amaliyot uchun 800 dan boshlanar ekan. Menimcha shunaqa edi. Chunki ikkita joy agar shunaqa deyotgan bo'lsa, demak o'rtacha standart shunday. Umumiy Rim holatida, chunki aka Rimda boshlaganlar. Qolgan regionlarda balkim balandroq bo'lishi mumkin. Lekin Rim holatiga ikkita taklifda ham o'sha o'rtacha 800 yevro. Bu hech qanaqa soliqlarsiz. Ya'ni soliq bor. Soliq to'lanadi. Soliq bor. Men bu yerda ularga ishchi sifatida kirmaganman. Hujjat bo'yicha men bunday olganda yakka tartibdagi tadbirkor. Maxsus o'sha partita IVA degan narsa bor. Siz o'sha maxsus hujjat bilan kim bilandir shartnoma qilasiz va har yili ishlagan pulingizdan, daromadingizdan soliq to'lashingiz kerak bo'ladi davlatga. Adashmasam boshlang'ich 5 yillik uchun 5% to'laysiz. Umumiy o'sha 800 yevrodan yillik 5%, shunaqami? Bir yilda ishlagan, misol uchun bir yilda deylik 10 ming yevro ishladingiz. Shuni 5%ni davlatga siz to'lashingiz kerak. Ya'ni siz yakka chunki aka boshlanganda shunchaki
o'rganuvchi bo'lib kirganlar va bularga oylik berilgan. O'sha oylikdan ochilgan partiya va ya'ni bu yoqdagi soliq sistemasi bo'yicha yillik 5% to'lanishi to'g'ri kelar ekan. Va shu vaqt davomida topgan pulingiz o'zingizga yetdimi? O'sha siz uchun berilgan ham amaliyot qilyapsiz, ham ish o'rganyapsiz. Bu pul o'zingizga yetdimi Rim sharoitiga? Ha, albatta yetadi. Bu men talaba bo'lsam tabiiyki bitta shaxsiy katta uyim bo'lmaydi. Men albatta boshqa talabalar bilan o'sha birgalikda biror bir o'sha uy joyni ijaraga olib turamiz. Bunda arzon joylarni tanlaymiz tabiiyki va undan tashqari yeb-ichish, boshqa xarajatlar va transport xarajatlariga ham yetadi bu. Talaba uchun bemalol yetadi, bir kishi uchun bemalol yetadi. Bu narsa o'zi hisob-kitob qilinib, bekorga u 8 euro o'zi shunchaki kelib qolmagan. Baribir o'rtacha minimal standart bo'lishi kerak odamni shu o'zini ehtiyojlarini qondira olishi uchun. Shuning uchun bemalol yetadi bu. Siz agar bu summa bilan, bu pul bilan kimgadir pul ajrataman yo oilamni boqaman deyotgan bo'lsangiz, yo'q, unda yetmasligi mumkin. Lekin aynan o'zingiz uchun bo'lsa, bemalol. Yaxshi holatda yashash uchun bemalol yetadi. Misol uchun Rimda o'rtacha yashash hozirgi kunda men o'zim yashaganim uchun hisoblab ko'rdim. Bu narx 400-700 euro oralig'ida, ya'ni shuncha mablag' bilan yaxshi yashashingiz mumkin. 800 euro Rim uchun juda ham yaxshi holat. Umuman Italiya uchun ham juda ham yaxshi narx hisoblanadi. Javohir aka, mana italyanlar bilan ishlash o'zi qanaqa qiyin yokida oson? Chunki bilamiz, madaniyatlarimiz juda ham bir-biriga qarama-qarshi. Italyanlar bilan ishlash qanaqa bo'ldi? Bulardan tajriba olish, nimadirlar o'rganish, ovqat masalalari. Xo'p, ochig'i italyanlar bilan ishlash menga ma'qul bo'ldi ancha. Chunki bu yerda do'stona muhit ko'proq hukmron. Bizda to'g'ri borsangiz salomlashib, hurmat qilib aka deyish mumkin, lekin baribir qanaqadir umumiy ish jihatidan oladigan bo'lsangiz, agar siz ishxonada ishchi bo'lsangiz, oddiy ishchi bilan direktor o'rtasida bari ozgina bo'lsa ham parda bor-da. To'siq yo'q. Ha, bu yerda o'sha direktor ham siz bilan bir stolda bemalol o'tiradi. Ya'ni direktorga keling, aka siz to'riga o'ting degan gap yo'q. Direktor misol kech qoldimi, mana bu yoqqa o'tirish kerakmi, bo'ldi shu yerga o'tiradi. Demak, shu yoqda qoladigan bo'lsa, men to'riga o'taman demaydi. Yo'q, unaqa emas. Bu direktorda alohida joyi, unaqa gap yo'q. Va o'sha direktor ham ishchilar bilan yaxshi muomalada gaplashadi. Endi balki meni ish joyim shunaqadir, lekin umuman olganda aksariyat italyanlar bilan men misol uchun suhbatda bo'lgan bo'lsam, muloqotda bo'lgan bo'lsam, hammasi odamga mana shu yordam bergisi kelib, insoniylik jihatdan shunaqa qilib gaplashishadi. Va mana shu jihatlari menga juda ko'p yoqadi. Ishxonada mana kerak bo'lsa o'zini ish idishni ham o'sha direktor o'zi olib borib qo'yadi. Birga ovqatlanamiz. Bizda o'sha tushlik vaqtida oshpazimiz bor, o'zi maxsus ovqatlar qiladi. Va bundan tashqari yana ularga misol uchun men hurmatim yana oshganini, men cho'chqa go'shti yemayman. yoki bo'lmasam alkogol ichmayman, shunaqa deb aytganman. Va shuning uchun men qachonki boradigan bo'lsam ishxonaga, yo men uchun alohida ovqat tayyorlangan bo'ladi yoki umumiy hamma uchun qilingan ovqat o'sha cho'chqa go'shtisiz qilingan bo'ladi. Aynan shu men uchun. O'zi lekin men u yerda birgina odamman, shu talabni qo'ygan, shu narsani aytgan va shunga qaramasdan ham mana butun jamoa bo'lib shuni qabul qilgani meni to'g'risi ancha xursand qilgan. Odam baribir xursand bo'ladi. Boshqa madaniyatdan kelib va o'sha yangi madaniyatga kirib kelyapsiz. Sizni mana bunaqa hurmat qilib turishsa, albatta insonga yoqadi va bularga bo'lgan hurmatingiz juda ham oshgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shunday, hozirda ham mana ishdan tashqari o'yinlar qilamiz, misol futbol o'yinlari yoki bo'lmasa bowling shunga o'xshagan birgalikda shu vaqtni o'tkazish uchun bir sabablar topamiz. Doimiy. Shu do'stona aloqani yaxshi ushlab turish uchun. Teamwork demak bu yoqda juda ham yaxshi ishlaydi. Bundan tashqari yana bu yerda mana bu o'sha tushlik qilib bo'lgandan so'ng birozgina vaqt bor. O'sha vaqt oralig'ida biz mana shu ayrim o'yinlar o'ynaymiz, yoki stol tennis bo'lishi mumkin, ping-pong yoki bo'lmasam maxsus o'yin bor. Bunaqa bu yerda bilyardina deyishadi, o'sha stolda o'ynaladigan futbol. O'shanaqa o'yinlar qilishadi. Bizda O'zbekistondagi kompaniyalardan farqi, O'zbekistonda yaxshi sharoit esa PlayStation kontor o'ynashga sharoit shunaqa deb yozilgan bo'ladi. Ayrim ish nimalarida, e'lonlarda ko'rishingiz mumkin.
mana shunaqa deyiladi. Ofislar o'shanga urg'u berishadi. Bu yerda bo'sh vaqtini mana shu ekrandan uzoqroqda o'tkazish. Jismoniy mashq. Mana shu tabiiylikda o'tkazishga ko'proq urg'u berishadi. Va ko'p kofe ichishadi, qahva ichishadi. Sizga qanchalik yoqdi shunaqa ko'p kofe ichish? Qahva ichish men ko'p ichmayman. O'sha ishga borganimda bir dona ichaman, lekin farqi bor, ancha farqi bor. O'zbekistonda biz ana 3 ga 1 kofe ichardik, u kofelar kofe emas. Privatno emas bu. Yo'q, bu men bu maxsus siqilgan o'sha kofe. Endi o'zimizda ham ichishadi, uni biladigan odamlar bor, lekin men shunaqa ichish madaniyatini, shunaqa ichishni bir ta'mini shu yerda totib ko'rdim. Haqiqiy italyanskiy kofe, shu yoqqa kofeni haqiqiyligini shu yoqqa kelib his qildingiz, Italiyaga. Boshqacha kofeni, boshqacha qahva ichishni mana shu yerga kelib o'zim uchun kashf qildim. O'sha birozgina bu yerda o'zimizda espresso deyiladi, bu yerda shu qahva oddiy olasiz, yo kimdir shakar bilan ichadi, men shakarsiz o'sha shokolad bilan. Boshqacha, yangi muhit. Kuniga bitta ichaman bo'ldi. Ular kuniga misol uchun 2 ta 3 ta ham ichadi, tez ichishadi. Lekin men o'zim uchun normal shu bitta kuniga. Juda ham achchiq. Men o'zim ham birinchi O'zbekistonda doim tri va одном ichib yurgan odam. Birinchi marta Italiyaga kelib kofe ichganimda, haqiqiy kofeni ichganimda, ishoninglar, ta'mi juda ham yoqmagan. Lekin 2-3-chisida albatta yoqib qoladi haqiqiy kofe. Insonga boshqacha energiya bag'ishlaydi. Javohir aka, men O'zbekistondan juda ham ko'plab yoshlar, ya'ni malakasiga ega bo'lgan yoshlar Italiyaga kelishyapti. Qaysidir sohada yaxshigina tajribasi bor va uni Italiyada o'stirishmoqchi. Shu insonlarga o'zingizni shu paytgacha olgan tajribangizdan kelib chiqib, ish topish uchun qanaqa yaxshi maslahatlarni bera olasiz? Xo'p, avvalo nima soha ekanligiga ham qaraydi bu. Ya'ni iqtisod yo'nalishida ish topmoqchi bo'lsangiz, meni o'zimning ham tanishlarim bo'lgan, iqtisod yo'nalishida bu yerda kerak bo'lsa magistrni tamomlab ham ish topolmagan odamlar bor. Ya'ni qaysi soha ekanligiga ham bir qarash kerak. Hamma sohada ham ish topib ketaverish oson emas bu yerda. Bundan tashqari til eng muhimi. Siz malakali kadr bo'lishingiz mumkin, lekin aynan mana shu yerda tilini bilsangiz, sizning imkoniyatlaringiz yana ham yuqori bo'ladi. Mahalliy til muhim doim. Albatta, doim. Chunki ularga o'zini tilini biladigan odam bo'lsa, o'sha ularga ko'proq yaxshiroq bo'ladi. Osonroq ish topiladi. Maslahat beradigan narsam shu. O'zi Yevropaga kelishda maqsadingiz qanday? O'shani aniqlashtirib oling. Bu yerda qolmoqchimisiz yoki qaytmoqchimisiz? Qolib ketishmi, boshqami? Agar shu yerda qolib ketaman desangiz ham, deylik mana huquqshunos bo'lib shu yerda qolib ketmoqchisiz. Shunday bo'lsa ham, siz bor o'sha fokusingizni o'qishga qaratib va shu oralig'ida aynan mana shu yerda italyan tilini o'rganishga aniq e'tibor qilishingiz kerak. Chunki bu yerda tili bilangina siz faqat ishga kira olasiz bunaqa sohalarda. Eng yaxshi ishlarga joylashish mumkin bo'ladi. Ha, shunday. Bu yerda tilini bilmasangiz, siz huquqshunos bo'lib ishlashingiz juda ham qiyin. Siz Italiyadasizda. Balki Yevropaning boshqa davlatlarida bemaloldir. Ularda bari ingliz tili darajasi misol bilish balandroq bo'lgani uchun balki bemaloldir. Lekin Italiya bu boshqa narsa. Italiya boshqa masala. Bu yerda italyan tilini bilishingiz kerak, o'sha narsaga e'tibor qiling va iloji boricha talaba bo'lib kelishdan oldin ham italyan tilini o'rganib boshlasangiz, yana ham plus bo'ladi sizga. Osmondan tushganday bo'lib qolmaysiz. Ha, kelib bu yerga moslashib ketish oson bo'ladi, ish topishda ham misol uchun mayli endi hammada har xil vaziyat bo'ladi. Kimdir bari kelib majbur bo'ladi ofitsiant bo'lib ishlashga yoki bir qanaqadir mehmonxonada ishlash mumkin. O'shanda ham italyan tilini bilsangiz, sizga ish topish imkoniyati bari balandroq bo'ladi. Ingliz tili bilan topib bo'lmaydi umuman deya olmayman, lekin ingliz tilida baribir cheklanib qolasiz ma'lum bir miqdorda. Shuning uchun italyan tilini bilish kerak va tanlagan sohangizda o'zi bu yerda ish imkoniyatlari qandayligini ham oldinroqdan surishtirib kelish kerakda. Ya'ni o'sha narsaga qarab siz bu yerga kelishda maqsadingizni aniq qilib olasiz. Lekin bir narsani bilib qo'yinglar, hamma davlatda albatta mahalliy til birinchi o'rinda turadi. Ish yo'q degan emas. Harakat qilgan odam, ya'ni Javohir akaga o'xshab o'zi borib CV tarqatsa, istalgan davlatda ish topish mumkin. Ya'ni o'sha beginner darajadan boshlab, albatta boshlang'ichdan boshlab, to'g'ri oylik nisbatan kamroq bo'ladi, lekin oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin mahalliy tilga moslashib, odamlar bilan yaxshi chiqishib ketganingizdan keyin albatta yuqori pozitsiyani egallay olasiz. Shuning uchun kelgandan keyin bitta ikkita joyga onlayn CV tarqatib ish topa olmayapman demanglar. Qo'llaringizga CVni chiqarib, CVni tarqatinglar, borib joylashinglar ishlarga
va u yog'i yaxshi bo'lib ketadi xudo xohlasa. Italiyada ham ish ko'p, faqat harakat qilsangiz topasiz. Bu rubrikamizda Italiyada o'zini yo'nalishi bo'yicha ishlayotgan insonlardan birinchisi Javohir aka bo'ladi. Javohir aka kattakon rahmat aytamiz. Sog' bo'ling. Aka, xudo xohlasa bu yon tajribasini O'zbekistonga borib, bitta katta firma ochishingizga tilakdoshmiz. Xudo xohlasa. Videomiz agar foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosish esdan chiqmasin va kommentariyaga istalgan fikrlaringizni yozib keting, chunki unga qarab biz yana ham buni sifatini oshirishga va sizlarga qiziq bo'ladigan kasbdagi insonlarni topib, yana intervyu olishga harakat qilamiz. Hammalaringni Italiyada kutamiz.